usti ochiq qolib ketsa ham xamir qotib qolmaydi. Yengil xamir, tvorojniy massa, ustidagi kroshka va olchali konfi ideal yechim. Paxtadek yumshoq bulochkalarimiz uchun bizga iliq sut, shakar va droji kerak bo'ladi. Apara holiga keltiramiz, tuxumni chaqamiz, tuz solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Muhim qoida, unni oz-ozdan elab solib aralashtirib, avval venchikda, keyin esa qo'lda xamir qorasiz. Xona haroratida eritilgan saryog'ni yaxshilab xamirga yedirasiz va xolodilnikka 40 daqiqaga oshirishga jo'natasiz. Mana endi retseptga qaytamiz. Tuxum, tvorojniy sir, shakar, qaymoq yaxshilab aralashtiring. 8 ta zuvala qilib, ustiga tuxum sut aralashmasini surtamiz. Tayyor bo'lgan nachinkani ichiga joylashtirib, ustidan olchali konfi solamiz. Ustiga kroshkasini sepib, gaz pechida pishirib olamiz. Bu orada og'ir dog' bo'lgan sochiqlarimizning barchasini Talalux'ning oqartiruvchi parashokida yuvib olamiz. Boshqa oqartiruvchi parashoklardan eng katta afzalligi bu uning sifati va narxida bo'ladi. Parashok ichidan chiqqan kupon orqali siz maishiy texnika yoki pul yutuqlarini yutib olish imkoniga egasiz. Bulochkani esa retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling.